Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulullah amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli Aziz Rahman kanalini kuzatuvchi birodarlar va obunachilarimiz. Bugun mana 11-iyul kuni ekan, shanba kuni. Shunday vaqt topmadik, sizlar bilan biroz shu kun voqealari haqida suhbatlashishni lozim topdik. Suhbatimiz endi kun voqeasiga doir bo'lsa, hozir mana hammamiz futbol bo'yicha jahon chempionati ketyapti. Ishqibozlarimiz uxlamay kechqurun tungi soat 1-2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, tong atardami futbollarni kuzatib, alam bilan o'tirganligimiz haqida biroz gaplashamiz. Mana endi hozir Tirsakishda komanda o'yin boshlagan bo'lsa, g'albadan elanib oxirgi 4 ta qolish arafasi Ispaniya Fransiya yarim finalga chiqdi. Endi Argentina Norvegiyadan bittasi va Shveysariya Argentinadan bittasi va Angliya Norvegiyadan bittasi. Meni fikrim 66-yilda biz yosh bola edik, shu o'yinni ko'rganmiz. Bu Charltonlar o'ynagan Angliya o'shanda chempion bo'lganida, Germaniya bilan finalda o'ynab. Biz yoshlar eslaydi. Angliya chiqsa kerak deb turibman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Endi Argentinani to'xtatadigan kuch shu kungacha bo'lmadi. Agar to'xtatganda ozgina bo'lmaganda shu Yaponiya oxirgi minutda urdirib qo'ymaganda Osiyodan chiqardi Argentina o'shanda. Menimcha, men aytyapman, Angliya Argentina juftligi bo'ladi va finaldan kuchliroq o'yin bo'ladi deb o'ylayapman. Endi bu biz havas qilib ko'rayotgan komandalar haqida, bundan keyingi biz endi O'zbekiston haqida biroz to'xtalamiz. Bundan oldin bitta narsani Turmush Qodirov tunlar asarida keltirilgan voqea, ya'ni Hazrati Bobur Mirzoning Ibrohim Lo'zi bilan jangi haqida ozgina gapirib o'taman. Deyishingiz mumkin, seni futbolga bu jangning nima aloqasi bor tarixda? Men uchun bor, men uchun juda ham bor. O'shanda Hazrati Boburda bor yo'g'i 10 ming lashkari bo'ladi, 10 ming dona aqlli sarkardalar bilan birga. Ibrohim Lo'zining 100 ming 10 barobar va fillar bilan qurollangan, jangovar fillari bo'lgan, bir necha yuzlab. O'shanda balandlikni tepalikni egallab, bir necha o'nlab arabalarni qo'shaqlab turib, paliklarga toshlarni bog'lab, o't yoqib borib turib, pastga g'ildiratib qo'yib boradi. Keyin g'ildiratib qo'yib borgandan keyin o'tni ko'rib, toshlarni zarbidan fillar quturib ketib, Bobur qilich ko'tarib borguncha o'zini yarim askarni halok qilib bo'ladi. Eslaysizlarmi? Mana bir sarkardani uddaburonligi. Endi futbolga nima aloqasi bor deganlaringda, o'sha futbolning bosh murabbiysi, o'sha futbol komandasining sarkardasi. Biz trener deymiz, murabbiy deymiz, menimcha o'sha sarkarda qaysi yo'lni tanladi? Uni quroli qancha? O'sha asosan nimadan, hujumdanmi yoki bir ikkita o'yinchidan iboratmi? Hamma yoqda hisobga olib, shu yengmasa ham hisobni tenglashtirsa, duraksa, hatto yengish ham mumkin edi. Bu meni shaxsiy fikrim. Bizda shunga qodir yigitlarimiz bor edi ekan. Aytaylik, o'sha Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayev, Abduqodir Husanov, Ostonov, yana boshqa hammasi ham o'z-o'zi bir-biridan kam bo'lmagan, hamma zamonaviy texnikalarni egallagan yigitlarimiz bor edi. To'g'ri, 70-minutdan keyin shunday qoqinishib qolyapti. Endi boshqa narsa menga alam qilayotgani, menga hammasidan alam qilayotgani aynan shu sarkardamiz Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro bilan men hech buni shu uslubidan qoniqmadim. İmkonimiz bo'ldi. Birinchi Kanada bilan, keyin Niderlandiya bilan o'ynab, o'rtoqlik uchrashuvda Yevropa komandalari, Shimoliy Amerika yoki Janubiy Amerika komandalari bilan qanday o'ynashni
nimasini olishga ozgina imkonimiz bo'ldi, o'ynab ko'rdik ular bilan. Ularda deyarli yutkazganimiz yo'q, o'rtoqlik uchrashuv bo'lgan uchun. Va keyin bizga lekin o'zimizcha har xil manada bir chiroyli bir ertaklar o'qidik. Kolumbiya bilan necha qilsak ham, yo mabodo yutkazib qo'ysak ham, nimani necha qilamiz yoki yutamiz. Mana Portugaliyani, keyin Kongoni osongina bu o'zimizniki degan narsalarni aytdik. O'shandan oldin chiqishimda men aytgandim, yo'q, Kongo bu Afrikaning gorillalari, King Konglari, bularni yengib bo'lmaydi, bular kuchli degandim. Lekin yengib bo'lardi ekan. Yengib bo'lardi ekan. O'sha birinchi minutdanoq Apsaydan bo'lsa ham gol urib, 9-minutda keyin chiroyli bir Eldorni golini ko'rdik. Hali chiroyli gollar qatorasiga kelgan golni uraldi. Yengib bo'lardi ekan. Afsus yengolmadik. Sababi kim? Don Fabio Cannavaro. Endi Cannavaroni qiziqsin, bu qanday bir oliyjanob zot ekanki, biz katta pandozlar sotib, ko'p pullar berib olib keldik deganimiz. Avvalambor o'sha bir muddat 2014-yildan 2019-yilgacha Xitoy klublarida ishlagan ekan va Guangzhou komandasiga o'sha bosh murabbiy bo'lganda Xitoy chempioni bo'lgan ekan. Bor-yu, yutib o'sha ekan. Bir muddat mana hozirgi nima Ronaldo o'ynayotgan An-Nasrda ham trenerlik qilgan ekan. Xitoy termasiga bir to'raylik trenerlik qilgan ekan. Ikkita o'yin qandaydir o'yin o'tkazib, ikki o'zini yutkazgandan keyin haydalgan odamni biz tayyor pishgan oshga bakovul qilib, yo'llanma qo'lida turib ketganda o'zimizdan chiqqan, o'zimizni murabbiylarni, o'zimizni yigitlar qadriga yetmay, temir kapachini o'rniga olib kelib qo'ydik. Kimga keragi bor shuni? Kimgadir kerak ekanda. Kerak bo'lganda ham juda kerak bo'lgan. O'zbekiston futbol komandasini taqdiri bas, uning balkim o'tmondagi nafsiga kerak bo'lgandir. Shu Fabio Cannavaro'ni olib kelib ham qandaydir bir moliyaviy mablag'larga ega bo'lgan kimsalar bordir. Bu haqida hech kim gapirma deyapti. Endi eng yomon hurmatsizligi, samolyotda hatto birga kelib Toshkentgacha kelmay, o'sha Italiyaga ketib, aslida biz trenerimiz, futbol federatsiyasidan ruxsat so'rash kerak edi menimcha. Hech kim demaydi, o'zcha ketib men sentabr oyida boraman, yana Osiyo chempioniga tayyorlanamiz, yana boshqatdan boshlaymiz hammasini degan gaplar gapirdi. Yana shu Fabio Cannavaro bilan biz boshlaymizmi? Osiyo chempionida Osiyoda o'ynaydiganlar yo'q deb o'ylayapsizmi? Aytaylik, Yaponiyadek, Koreyada mana o'yinlarni ko'rdik, Irondek, Avstraliyadek kuchli guvohlar bor. Iordaniya, Iroqlar ham chakana komanda emas. Umuman hammasi Qatar deymizmi, Saudiya Arabistonmi, qaytib bo'lsa hammasi charchamaydigan zo'r yigitlar. Endi men ko'p sport haqida gapirib bordim. O'zim haqimda, shaxsiy hayotim haqida hech ham gapirmaganman. Aytishlari mumkin, sen kimsan? Namozingni o'qish shunaqalar ko'p chiqadi. Albatta u ibodatimizni o'z yo'liga qilyapti. Men sportga begona odam emasman. Umrim davomida to shu 19-yilgacha sport bilan shug'ullanib kelganman. Shu 2019-yili O'zbekiston voleybol bo'yicha 45 dan yuqori faxriylarini Qozog'istonda Atrofo shahriga o'zim olib borib, o'sha yerda 14 ta komanda bilan xalqaro o'yinda qatnashib kelganmiz, 5-o'rinni olganmiz. O'shanda eng yaxshi murabbiy nominatsiyasi bo'yicha hozir o'sha medal topolmadim. Medallar ichidan Dinmuhammad Qunayevni 11-xalqaro turnirida taqdirlanganman men ham. Ungacha doimo sport ichida yurganman. Sport hech qanday odamga yomonligi yo'q. Sababi sportda yurgan odam ham va tuhmatlardan naroda yuradi. Tan joni sog' yuradi. Endi meni boshqa bitta oxirgi aytadigan gapim O'zbekiston futbol federatsiyasi raisi hurmatli Ravshan Ermatovga, sport mutasaddilariga, shaxsan men bu Cannavaroni bundan keyin ishlashiga ishonmayman. Ketsin, yo'qolsin Cannavaro. O'sha o'zini borib, agar zo'r bo'lsa, o'sha Yevropa klublari taklif qiladi. O'shalarda trenerligini qilib bemalol yursin. Bilamiz u yaxshi o'yinchi,
oltin butsami, oltin to'pni sohibi bo'lganimiz vaqtida, hozir kirsa endi 50ga kirdimi? Lekin bizni tabiatimizga, bizni mentalitetimizga, bizni milliyligimizga to'g'ri kelmaydi. Kandavari yo'qolsin, ketsin. Bu chiqishning maqsadi shu. Kim meni kandavari yo'qolsin, ketsin deb qo'llaydigan bo'lsa, o'z fikr mulohazalaringizni bildirasizlar. Salomat bo'linglar. Yanagi efir to'lqinlarda uchrashguncha xayr.